qaysi dara qattiqroq bo'lar ekan tanasida, qaysi yumshoqroq bo'lar ekan. To'g'ri. Mana Yanqo'rg'on tomonlardan keladi, bularga biz damini sal qalinroq qilib beramiz. Chunki olxo'ri ko'p. Ha, olxo'ri, bodam, o'rik ham qattiqroq. Ha, shunga sal damini qalinroq qilib beramiz. Ha, mana joyi demak kesadigan joyi damin deyapsiz. Chunki kesadigan joyi qalinroq qilasiz. Buni kamroq ishlaysiz, to'g'rimi bu yerda? Aha, tushunarli. Qattiq bo'lganligi uchun o'sha uncha nima qayrilib qolish ehtimoli bor, qaychini, tig'ini. Kimlardir uchirib ham keldi, uni sindirib keldi-da. Bizga bo'lmasa ekan bu deb, endi o'shani damini endi qalinroq qilib beramiz. Bog'i qaramlar, bihi, olxo'ri, o'shalarga sal damini qalinroq qilib beramiz. Shoptoli, gilos bog'larga o'sha me'yordag'isini qilib beraveramiz. Endi mana qalin narsaga uriladi. Qattiq narsaga urilganda sop uzun bo'lsa ham, sopda ham qayrilish ehtimoli bor. Bu narsa uchradimi sizda? Masalan, qattiq narsalarga bitta qoidani tushundik, lekin bu qayrilish unaqa seziladi. Hozircha buni kimdir qayrib kelgan yo'q. Bo'ldi. Demak, quvvati, baquvvatligi yaxshi bu tomondan. Ha, mana yerdan kimlardir chiqib ketdi hali ishlar jarayonida. Hozir buni biz qo'shimcha bunday narsa ham qilib qo'ydik mana. Ha, yangilik yangilik qilib qo'shimcha u, haligi nima deydi? O'sha sop o'ynab qolmasligi uchun, dasta o'ynab qolmasligi uchun buni yana qo'shimcha shunga qo'ydik. Aha.